Said Ahmadning Yo'qotganlarim va topganlarim asari. Bu kitob oddiy xotiralar to'plami emas, balki inson hayoti, sabr va sadoqat haqida hikoya qiluvchi bebaho asardir. Ushbu asar muallifi O'zbekistonning unutilmas xalq yozuvchisi Said Ahmad. U hayoti davomida ko'plab buyuk adabiyot vakillari bilan birga bo'lgan, ular bilan birga yashagan, suhbatlashgan va safarlarda hamroh bo'lgan. Muallif ularning eng quvonchli damlarida ham, eng og'ir, iztirobli kunlarida ham yonlarida bo'lgan. Shu sababli ushbu kitobdagi voqealar shunchaki hikoya emas. Bu yurakdan o'tgan haqiqat, hayotning o'zi. Kitobning birinchi bobida mehr va hurmat bilan eslangan ustozlar haqida so'z boradi. Ular bugun oramizda yo'q, ammo ular qoldirgan boy meros hamon qalblarda yashaydi. Ikkinchi bobda esa xalq hurmatiga sazovor bo'lgan yozuvchilar va muallifning shogirdlari haqida samimiy fikrlar bildiriladi. Uchinchi bob esa yanada chuqurroq. Unda muallifning hayot yo'li, uning sabr bilan yenggan sinovlari va katta mashaqqatlar evaziga erishgan yutuqlari ta'sirli tarzda bayon etiladi. Bu asar hech kimni befarq qoldirmaydi. U sizni o'ylashga majbur qiladi va bugungi tinch, yorug' kunlarimiz qanchalik qadrli ekanini his ettiradi. Agar siz hayotning haqiqiy ma'nosi haqida o'ylamoqchi bo'lsangiz, ushbu kitobni albatta o'qing.